Assalomu alaykum, qashqadaryolik do'stlar, yaxshimisiz? Charchamasdan xudo xolasa mana tayyor bo'lgan 3 fazada apparatingiz. Narankasi. Mana ikkitalik bo'lgan. 3 fazada. Qo'shing sosed. Tovushi ham mana tixa, bunaqa mushak bermaydi. Hozir motorni o'zini nimasi chiqadi, lekin mushak bermaydi. Bemalol telefonda gaplashish, boshqa chiqsa ham bo'laveradi. Xudo xolasa hozir g'ishtni chiqarib, ustiga odam chiqarib, sinab ko'rsatamiz. Agar zo'r bo'lsa laykni bosaverasizlar. Tak, mana shu ekranga qo'yilgan telefon nomerlarimizda Telegram, WhatsApp, Imo, Max bor. Rossiyada agar dabaq yurgan do'stlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'sh, mana turpog'i mana bunaqa bo'ladi. Biz turpoq lekin zo'r bo'lib kessak. Problem sal yuboryapti. Kesaklari bor. Mana kesaklar. Kesak bor. Olvarankazni loyihamaslik uchun qo'yganimiz yo'q. Laykni bosib qo'ysalar juda xursand bo'lib qolamiz. Agar kim ko'rsa, laykni bosib qo'yinglar. Yoqsa, albatta yoqsa, yoqmasa bosma qo'yaverasiz. Qashqadaryolik do'stlar akamizga tayyor bo'lgan mana varankani qo'ydim. U prosta ular ham Instagram nimaga video olyapti, o'shaning uchun qo'yib nima qilyapti. Bu ham yangi motor rassisti 3 fazali, silindrlar yangi, enshi yangi. Enshi Ukraina, Xitoy bas. Mana shu o'sha varankaga to'ldirib, bunga qorni tekizladi. Yo'qo'ring? Yo'qing. Motorimiz umuman tushanga yo'q. Hozir nima qilinadi? Olaversin, olaver. Mana chiqqan g'ishimiz bor. Startiga e'tibor berasizlar. Yoniga qo'ying, ustiga chiqasiz. Sizni zazora bilan, ha, bo'ldi. Mana. Shunda silkib yuboring. Mana. Bu chiqqan g'ishimiz bor.